Choydan qo'ying yangacha, bu kunlarni ichib kutdik-a. To'g'ri aytasan, to'yimizga 3 kun bo'ldi. Maza o'tkazib oldik-a. Nimasini aytasiz, oyi? Zo'r bo'ldi-ya. Mabodo yangilik yo'qmi? Ona, ha? So'radim prosta. Yangacha qarangda nimani sezyapsiz? Yaxshilab qarang. Hech narsani sezganim. Yaxshilab qarayapsizmi? Onam bunisi hech qachon yangilik bo'lmaydi. Uf, kelin qachon bir yangilik aytasiz? Vo, ana yangilik bor ekan-ku. Bilan darsda uyqu ham yo'q-ey. Voy boshim, miyam qani. Voy, bu shovqindan chidolmayman. Voy boshim. Voy kelin, bolaga qarashni qachon o'rganasiz-a? Bir ham o'quvsiz kelin olganman-ey. Nevarangizga olib kelgan arzon tagligingiz ko'tini qizartirib yubordi. Shunga yig'lab yotibdi. Arzonmi, qimmatmi, nima farqi bor? Ko'tini yuvib, tuproq sepib ishlating. Bizni davrimizda dor-dor kirib yuvardik. O'lganimiz yo'q. Sizga o'xshagan qurumsoq qaynonalarga oyijon, pompi tagligi ham bor, arzon narxda. Allergiya chaqirmaydi, namligi o'zida saqlaydi kamiga. Havo o'tkazuvchan butun respublika bo'ylab shu nomerlarga aloqaga chiqib, dilerlik yoki hamkorlik qilish ham mumkin. Biznesda 80% odamlar sizga o'xshab narxiga, 20% odamlar sifatga qarab taglik olayotgan bir paytda oyijon, hammasini o'ziga jamlab, narxi sifatiga nisbatan ancha arzon. Sifat bo'yicha ham, narx bo'yicha ham любой eng zo'r tagligingizni ketiga tepadi oyijon. Indamasdan 4-5 ta bolani qatorasiga to'g'ib katta qilsa arziydigan taglik bu oyijon. Shunaqa. Ekonomishni bo'lsa ikkinchisiga qachon harakat? Siz kimsiz? Men kimman? Betini qilyapman. Keliningizga nima qildi, oyi? Indama, ijodkor ijod qilyapti. Qaynanam qiziga. Qizim, eringga siringni boy berma. Haftasiga 2-3 marta kelgin. Telefonda gaplashganimiz hisob emas. Xo'p. Aylanishga ering haftasiga 4-5 marta olib chiqsin. Bu seni haqqing. Sen axir ojizasan. Aytyapman 100 marta aytyapman, ojizakanman. Ha? Qaynanam kelinga. Oyijon, onamga borib kelsam mayli, o'zi ham bir yarim yil bo'pti-da bormaganimga. Onangizga borib nima qilasiz? Borsangiz aynib kelasiz. Telefonda gaplashsangiz ham yetadi. To'g'rimi qizim? To'ppa-to'g'ri onajon. To'g'ri gapirasiz. Keling. Jannatim. Qaynanam qiziga. Nima bo'ldi? Voy qizim, Ona vannadan nimadir burab qo'yuvdim, portlab ketdi katyol. kiram, katyol, balobatlarni Siroj Premiumdan olamiz qizim. O'zing eshitma qilmaganmisa bo'ldi, yur qizim. Aynan. Jannatim keliniga. Oyijon. Hay, shukranni buzguncha o'zing chachilib buzib kelsang bo'ldimi? Kran tuzatib qo'ydim demoqchi edim. Usta chaqirib o'tirmang. Voy bu, shunga shunchami? Odamlar qaynonasiga 17 Pro Max olib beryapti. Yo'q-e. Tili ham bir qarich buni. Dadosh. Hov. Dadosh. Hov, ana shu nima qilyapsan? Sevgilaringni ko'z tegmasin qizim. Ha, onam. Sevgi muhabbat bor bo'lsin-a bu dunyoga. Menga qara. Voy xotiningga uyga ketaman deb ruxsat bermadim. Tag'in ruxsat berib yurmagin. Sendan umidlarim katta bo'lan bilasan-a? Ona keliningiz. Mana uni qilib bo'lmagin, xo'pmi, xotin qilib. Ha, yangacha? Ha, nima bo'ldi, ha? Ha, zaks qog'ozdan sizni ismingizni qidiryapman-da. Bilib bilmay adashib sizga tekkanman-ku.